Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 24-iyun kunidan 27-iyungacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 24-25 kunlar 33-38 daraja, 26 kunlar 35-40 daraja, 27 kun 37-42 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 24 kun ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 25-27 kunlar yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 kunlar 20-25 daraja, 27 kunlar 22-27 daraja, kunduzi 24-25 kunlar 33-38 daraja, 26-27 kunlar 35-40 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 39-44 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 24 kunlar ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 25-27 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 24-25 kunlar 33-38 daraja, 26-27 kunlar 35-40 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja bo'ladi. deyiladi meteo.uz veb saytida.